Gellarida anta eshitga kelkirish mumkin emas deb yozib qo'ygan ekan. Keyin o'sha yerda men esimdan chiqib ketgan deb yurtga kirib zo'rligidan. Keyin adam 1,5 soat o'sha yerda qolib ketganlar kutib. Keyin chiqsam ketib qolgan ekanlar. O'zim men asosiy kelganim bu meni bukchayishimning sababi bo'lgan. Lekin men bunga kelib nafaqat bukchayishimni yengdim, balkim hayajonni ham yengyapman. Yana bitta sohada bu, masalan, zo'r o'ynash. Yaqinda tadbir qo'ydik, shu chorshanba kuni 14-yanvar o'ynab beryapman. Hamma o'quvchilar, maktabda qancha o'quvchi bo'lsa, ustozlar o'tirib chapga chalishyapti-da. O'ynab bo'lgandan keyin "Vashsha zo'r o'ynayapsan, zo'r. Sen tumanga olib chiqarmiz" deyishdi. Bu qanaqadir juda ham faxr. Ustoz sizga ham rahmat aytaman. Nima qilishdi? Shunday qanaqadir, ana boshqacha bo'lib ketasiz, baribir, chunki yaqindagi qizlarga ham o'rgatdingiz, ular ham sizga kelib rahmat deb aytsa qanaqadir boshqacha bo'lib ketar ekansiz.